Tunda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan nazorat reyd tadbirlari davom etadi. Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida ham haydovchilik huquqiga ega bo'lmagan shaxslarni avtoulov boshqarish holatlari kuzatilganligi sababli viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan maxsus reyd tadbiri tashkil etildi. Tadbir davomida voyaga yetmagan va haydovchilik huquqisiz avtomashina boshqargan bir qator shaxslar aniqlanib, tegishli chora ko'rish uchun transport vositalari vaqtincha saqlash maydonlariga joylashtirildi. Bundan tashqari nazorat reydlar jarayonida tegishli ruxsatsiz qayta jihozlangan, qidiruvda bo'lgan va qo'pol qoidabuzarliklar sodir etgan haydovchilar ham aniqlanib, qonun ustuvorligi ta'minlandi. Ushbu Nexia rusumli transport vositasini tungi maxsus reyd davomida to'xtatib tekshirganimizda transport vositasi qidiruvda ekanligi aniqlandi. Bu transport vositasini Qumqo'rg'on tumani hududida to'xtatib tekshirganimizda muddat o'tgan qarzdorlik mavjudligi hamda ruxsatsiz qayta jihoz o'rnatilganligi sababli vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yilmoqda. Cobalt rusumli transport vositasini to'xtatganimizda haydovchi ishonchnomasiz boshqarib yurganligi aniqlanib, tegishli tartib bilan ma'mur bayonnoma rasmiylashtirib, jarima maydoniga joylashtirildi. Ishonchnomasiz transport vositasini boshqarib kelganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan qonuniy tartibda chora ko'rilib, transport vositasini vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga jo'natilgan. Maxsus reydlar yo'l transport hodisalari yuz bergan shahar tumanlar miqyosida davom etadi.